Sadaqa qilinglar, iltimos, sadaqa qil, Bu yerdan ket. Joyga tegding. Bizni mehmonxonadagi mijozlarni qochiryapsan. Ha, to'g'ri aytyapti. Yaxshisi keta qol. Bor, sur bu yerdan. Nega axir? Ket degandagi ket. Bo'lmasam kuch ishlatamiz. Xo'p, yaxshi ketdim. Qalaysan, bo'lmish ustimdan kulardik-ku, sen bo'lmish bo'lib qolsan, ha? Bas qil. Xo'lasa, hozir Ko'rib akamni chaqiraman, muhim chiqarvoradi. Xo'p. Yo. Ana endi nima qilsam ekan? Sadaqa qilinadigan joydan ham haydab yuborishdi. Endi nima qilsam ekan? Kimdan pul olaman? Endi atigi 32 ta steak bor. Shifoxonani umarsam ekan? Shifoxonada baribir hech narsa bo'lmaydi. Faqat yotoqlar, pechka versak, xolos. Stop, to'xta. Mana bu uy boy, to'g'rimi? Yaxshi. Nima qilyapsan, bo'lmish? Qoch kelar bo'ldi, safdasan. Men seni ko'rdim, ket bu yerdan. Xo'p. Yo'q, demak, bu boy bo'lsa, men buni uyini umaraman. Mana yerlarni menimcha havo almashtirishga teshib qo'ygan. Yaxshi. Heyo, salom do'stlar. Bugun videomizda uyni umaramiz. Albatta, shunday kiyimlar boy emasmiz sizlar. Bu yerda u kiyimlar shunchaki hech narsa emas. Bu shunchaki qarzga edi. Bugun esa olib borib o'sha joyga qo'yib qo'yamiz. Shu kiyimlarim bilan ham meni bo'mish deyishyapti-ya. Do'stlar. Xullas, uyim yonib ketdi. So'ngra esa men bo'mish bo'lib qoldim, do'stlar. Xo'sh, qani endi Sehran qishlog'iga kiramiz. Albatta, buni sovg'a bo'linadi. Salom. Mana qo'yat keldimi, bo'lmish? Seni kutib azoblanib ketdim-ku. Gapingizni yo'tlab olib, keyin gapirsangiz yaxshi emasmi? O'chir ovozingni. Ay, bo'ldi. Borib, kiyimlarni joyiga qo'yib qo'y. Xo'p. Yomon oldi, do'stlar. Hech narsa bo'lgani yo'q, qolagani ham yo'q, ko'kargani ham yo'q. Unaqa bo'ldi deysiz. Yomon tegdi lekin. Shunaqa ham ularni yo'q. Soldingmi? Ha, solib qo'ydim. Yaxshi, boshliq aytdiki, ketaverar ekansan. Xo'p, qoch yo'limdan. Qochmayman. Qoch, eshikni ochib yuboray. Ularni qochmayman. Shogirdim qani? Ashadda hushidan ketib qoldi. Nima? Hushidan ketib qoldi deysanmi? Urib hushidan ketkazdingmi? Yo'q, boshini devorga urib oldi. Yaqinroq kelganda. Hozir. Ay. Shogirdimni o'ldirish senga emas, xo'pmi? Ket bu yerdan, surda qo'y, bor. Xo'p. Yo'q, do'stlar, shunaqa bezori bo'lib qolaverarmanmi? Qarab tursa, meni shaxsiy qo'riqchim bo'ladi. Men senga kelmagan deb aytmaganmidim? Yo'q, bo'ldi, ketyapman. Hoy, turdimi? Qoch oldimdan, sassiq bo'lmish. Hoy, go'limlar, unga qaramaysizlarmi? Xo'p, janob, qaraymiz. Men nima qildim? Voy, uyatsiz, anavi boyni kiyimiga o'zini ishqadi. Bo'lmish, sen bu yerdan ket. Nega axir men ketayotgandim, o'zi yo'limdan chiqdi. U boy xohlagan yo'lda yuradi, hattoki sen boshingda men bor. Axir men hech narsa qilmadim-ku, do'stlar. Yaramaslar.
Qo'y bobosh, shoshma. Ha, Dalani tozalab bersang, senga bitta busur beraman. bor yo'qol. O'zingcha boy eding-da, a? Yo'qol. Do'stlar, ana endi o'g'rilikka kirmasam bo'lmaydi. Uyimda kim bor? Uyimda kim bor? Kim bo'lsa ham chiqsin. Bo'lmasam dadamni chaqiraman. Ketinglar. Men dadamning erkatoy qiziman. Keting tezroq. O'zing kim deb o'ylayapsan o'zingni? Andrev? To'g'ri aytding, adashmading. Nega uyimga kirding? Eshikni nega bekitib qo'yding? Men eshigidan kirmadim, derazadan kirdim. Qo'y, kuchlatma, bo'lmasam politsiyaga qo'ng'iroq qilaman. Sen meni lux deb o'ylayapsanmi? Nega? Chunki bu yerda hali beri politsiyaxona yo'q. Iltimos menga tegma, Andrev. Sizlar sendan kattaman. Andrev aka, iltimos menga tegma, iltimos. Tegma menga. Axir men qiz bolaman-ku. Qiz bolasan, lekin hammaniga meni fosh ko'rayotmasliging uchun o'ldiraman. Ay, urmang. Yo'q, dadamni chaqiraman. Yo'qmi? Yo'q. Tezroq o'ligini. Yaxshi, yelkamga oldim. Yaxshi yugura olaman. Yaxshi. Bularni tezroq chiqib ketaman. Tezda ko'mish kerak buni. Yelkam nima og'ir ekan bu qiz. Sho'mayu yelkamni sindiradi-ku bu. Tezroq. Ay, daraxt bo'lgan. Tezroq. Bo'ldi, yaramas. Qayerda mana? Tezroq. Buni topishni hech kim hayoliga ham keltirmaydi, do'stlar. Yaxshi, bunga faqat men topib kelaman buni. Yaxshi, buni hech kim bilmaydi. Men qamalsam ham buni hattoki aytmayman hech kimga. Yaxshi, unda bu yerdan tezroq bor boyliklarni olaman-da. Ketaveraman. Yaxshi, tezroq bo'lishim kerak. Bor boyliklarni olishim kerak. Tez. Ay, tezroq. Bo'ldi. O'zini bosaman. Agar o'zini bosmasam tomdan chiqib ketaman. Bo'lmasam boshqa iloj yo'q. Hamma ko'rib qolishi mumkin. Xo'p, yaxshi. Yer qatida. Yo'q emas. Bo'ldi. Bak, yaxshi, tezroq. Bo'ldi. Endi men ham millionerman. Hoy, ko'ziga qarasang bo'lmaydimi? Bo'lmish. Nima yuribsan? Men bo'lmish emasman, men endi millionerman. Hoy, ana Andrev millioner bo'pti, qishloqlar. Ana Andrev millioner bo'pti, millioner. Nimaga? Bor aytganda mendan boyrog'i yo'q degan. Xo'p. Ana millionerdan-chi boyrog'i yo'q. Mendan boyrog'i yo'q. Yetkazib qo'ygan. Xo'sh, do'stlar, va nihoyat ana endi orzu qilgan. Hoy, ket bu yerdan. Bo'lmasam kuch ishlataman deganman. Oppa. Yelkalik mijoz kiravering men bilan. Ulug'lar. Xo'sh, yaxshi. Salom. Qalaysan, iflon? Urmagan emas. O'zim o'qning chiqarib yuboraman. Xo'p. Nega eshikni qulflading? Shunchaki seni o'ldirmoqchiman. Nima? Qanaqasiga? Yo'q, meni o'ldira olmaysan. Bo'pti, uyini bepulga berasan. Men boyman, xullas. Xo'p, bo'ladi mijoz. Xullas, va nihoyat men orzuimga yetdim. Mana do'stlar, men oxiri millioner bo'ldim.
Ana endi meni hamma hurmat qiladi. Xo'sh, men endi ketdim. Men tashqarida bo'laman. Axir tun bo'ldi-ku. Ishing bo'lmasin, tepada bo'laman-da. Xo'p. Yaxshi, do'stlar, va nihoyat men bu manzarani ko'rib bir narsa yodimga tushib ketdi. Asal u vafot etgan sinfdoshim noto'g'ri hozir unchagina kattaman, maktabni ham bitirdim, uni ustiga uylandim, lekin Asal hali ham yodimda.